Tanishing, bu o'rmondagi bitta dona uylanmagan bug'u. Bu bug'uga vashi qizig'i yo o'g'il bolami, qiz bolami. Bu o'tib ketgan любой hayvonni zo'rlab qo'yadi. Va hayvonlar komiteti bu hayvon kimligini bilardi, lekin isbot yo'q edi. Va o'rmon raisi sher hamma hayvonni bitta joyga yig'ib majlis qildi. Короче, bo'ri, bug'uni uyiga sen borasan, tushundingmi? Biz butdan kuzatib turamiz. Nihoyasiya, mani o'zi 3 marta zo'rladi. Men bormayman, lekin o'ligini bilaman. Tulki borsin o'rniga. Tulki ayyor-ku. To'g'ri, men tulkiman, ayyorman, lekin men jin emasman. Meni ham 5 marta zo'rladi. Yana bir marta borsam meni fohisha deb o'ylaydi. Nimaga men borishim kerak? Mana bu bahaybat ayiq bor-ku. O'sha borsin. Mayli, men boraman, lekin meni yolg'iz qoldirmanglar. Iltimos, qo'rqaman. Ayiqni zo'rlab qo'ysa, ayiq sharmanda bo'lardi. Shuning uchun ayiq orqasiga narsa tiqishga rozi bo'ldi. Davay quyon, nimani kutyapsan tiq? Ayiq bug'uni uyiga o'tlarning ichidan sekingina bordi. U eshikdan kirishni xohlamadi. Derazadan kirmoqchi bo'ldi. Sekin kirmoqchi edi, tiqilib qoldi. Voy bilat, bolla, tiqilib qoldim. Menga yordam beringlar, tiqilib qoldim, iltimos. Vaqtdandir bug'i kelib, ayiq, o'zim senga yordam beraman. Uyimga xush kelibsan.